O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yilning 15-may kuni maktab ta'limi tizimidagi islohotlarning samaradorligini oshirish, yoshlarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash hamda ularning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tgandi. Ushbu yig'ilishda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasida namunali tadbirlar tashkil etilmoqda. Bugun yurtimizda ta'limga berilayotgan e'tibor eng chekka hududlarda joylashgan maktablarda ham o'z natijasini ko'rsatmoqda. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Sherobod tumanidagi 68-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi qisqa vaqt ichida nafaqat ta'lim sifati, balki o'quvchilarning yutuqlari bilan ham e'tiborni tortmoqda. Hozirgi kunda bu dargohda 625 nafar o'quvchiga 62 nafar malakali pedagog ta'lim tarbiya bermoqda. Yaqinda maktab o'quvchilarining 4 nafari milliy va xalqaro sertifikatlarga ega bo'ldi. Jumladan 11-sinf o'quvchisi Xudoyqulova Sog'diyona ingliz tili va ona tilidan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritgan bo'lsa, uning sinfdoshi Xolmurodova Guljahon ham shu yo'nalishlarda milliy sertifikatlarga ega bo'ldi. Ushbu ta'lim dargohining 9-sinf o'quvchisi Aliyeva Charos ona tilidan milliy sertifikat oldi. 8-sinfda tahsil olayotgan Toyirova Shahina esa xalqaro koreys tili bo'yicha topik 1 darajasini muvaffaqiyatli topshirdi. O'quvchi yoshlarimiz yil davomida olgan bilimlarini bugungi tadbirda namoyish etishmoqda. Bugungi kunda respublikamiz bo'ylab ko'plab bitiruvchi o'quvchilar maktabni bitirmasdanoq talaba bo'lish imkoniga ega bo'lganlar. Shu jumlasidan men ham ushbu imkoniyatga ega bo'ldim. Sefir sertifikatini oldim va ona tili adabiyot fanidan milliy sertifikatga ega bo'ldim. Bu sertifikatlarni egallashimda ko'plab ustozlarimizga, ota-onamga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Eng avvalo prezidentimizning yaratgan imkoniyatlari uchun kattakon rahmat. Maktabning iqtidorli o'quvchilari nafaqat ta'lim, balki madaniyat va sport sohalarida ham yutuqlarga erishmoqda. Jumladan 4-sinf o'quvchisi To'raboyev Nur Muhammad 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi yoshlar ovozi tanlovining Surxondaryo viloyat bosqichida estrada yo'nalishi bo'yicha 10 yoshdan 15 yoshgacha yosh toifasida faxrli 3-o'rinni egalladi. Ushbu tanlovning mahalla bosqichlarida 33 mingdan ortiq ishtirokchi qatnashib, faqatgina 155 nafari viloyat bosqichiga yo'llanma olgan. Men Yoshlar ovozi Bo'zatov festivalida tuman bosqichida faxrli 1-o'rinni olib, viloyat bosqichiga o'tdim va viloyat bosqichidan faxrli 3-o'rinni oldim. Buning uchun ustozlarimga katta rahmat aytaman. O'qituvchim menga asboblarni chalishni va qo'shiq aytishni o'rgatadi. Men kelajakda katta buyuk san'atkor bo'lmoqchiman. Sport yo'nalishida ham maktab jamoasi faol ishtirok etmoqda. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida maktab o'quvchilari voleybol musobaqalarida muvaffaqiyatli qatnashib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib kelmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida shu yilning 15-may sanasida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosi doirasida mamlakat bo'ylab dolzarb 90 kunlik tadbirlari boshlandi. Kuni kecha ushbu tashabbus Sherobod tumanidagi 68-sonli maktabda ham bo'lib o'tdi. Mana bunda o'quvchilarimizni iqtidori va istedodini namoyish qilyapti o'quvchilarimiz. Mana qizlarimiz mohir qo'llar ko'rik tanlovlarida yoki tadbirlarda ishtirok etgan, to'garaklarga ishtirok etib, mana zardozlik, popovlar, yana tikuvchilik, kashtachilik to'garaklarini, mahsulotlarini mana namoyish etyapti. Yana o'quvchilarimiz o'zlari texnologiya fanida mana hozir biz opin budjetdan texnologiya faniga ko'pgina asbob uskunalar olganmiz. O'sha asbob uskunalarida bilan asosida o'quvchilar duradgorlik mahsulotlarini, duradgorlik ishlarini amalga oshirib boryapti. Mana hozir yana bugun mana dolzarb 90 kunlik amalda tadbirida zakovat o'yinlari o'tkazildi maktabda. Mana shaxmat shashka o'yinlari, iqtidor yoshlar ko'rik tanlovlariga qatnashib kelgan mana o'quvchilarimiz bor, ularni ko'rinishlarini namoyish etyapmiz. Bundan tashqari Turon teatri tashkil qilganmiz maktabda. O'sha Turon teatrlarining chiqishlari mana bugun ko'rsatilyapti o'quvchilar tomonidan.
Tadbirda Turon maktab teatri hamda iqtidor maktab ansambli a'zolari o'zlarining badiiy sahna ko'rinishlari va musiqiy chiqishlari bilan tomoshabinlarda katta taassurot qoldirishdi. Kino Karvon loyihasi doirasida namoyish etilgan Ilhaq nomli videofilm esa tadbirga alohida mazmun bag'ishladi. Kuy-qo'shiqlar, raqslar va samimiy ijrolar yoshlarning madaniy saviyasini oshirish barobarida ularning ijtimoiy faolligini ham mustahkamladi. Bunday tadbir va yutuqlar yoshlarga vatanga mehr, ijtimoiy mas'uliyat va ijodiy intilishni kuchaytirib, ularni har tomonlama kamol topish sari yo'naltirmoqda.